Assalomu alaykum, hurmatli Arashan va Hisor ishqibozlari, akalar, ukalar, YouTube chorva qo'y ishqibozlari. Mana bunday o'ta yirik, sifatli Hisori kashtan sog'liq ishqibozlari. Xo'p, akalar, bugungi videomizga o'sha o'zimiz sekin qo'y qo'shadigan paytgacha yig'ib turgan sog'liqlarimiz bor. Shulardan tomosha uchun bitta video obzor qilib o'tamiz, akalar. Просто mana shu kanalimiz yangi. Bittadan like tugmachasini bosib akalar, paddishga qilib tursalaring, xudo xolisa chiroyli qo'ylarni mana shu kanalda chiqarishga harakat qilamiz. O'sha sizlar izlagan qo'ylar akalar mana shu kanalda chiqadi. Chiroyli video obzor qilib berishga harakat qilaman. Xudo xolisa like bosib, kommentariyaga otanga rahmat, omadingni bersin deb yozib turaverasizlar akalar. O'sha sizlar istagan video chiqadi xudo xolisa. Xo'p akalar, bu yerda bir 10 ta oshiq qo'yimiz bor. O'sha o'zimiz yig'ib turgan saralangan qo'ylarni qaranglar. O'ta tiniq, toza Hisori. Oyoq qo'li uzun, qo'rani ichida qo'ylarimiz ozgina kichkina ko'rinyapti. Hammasini bo'yi 90 plus. O'zimiz saralab yig'ib turgan qo'ylarimiz. Xo'p, mana akalar, qo'yni qaranglar, turishni qaranglar. 4 tush qo'ymash. Qashqadaryoning qo'y akalar. Hammasi Qashqadaryodan kelgan. Mana shu 4 tush qo'y. Bo'yi akalar 92-93. Videoda kichkina ko'rinyapti qo'ylar. Hammasi yirik, standart terilgan qo'ylar. Mana shu ham toza Hisor qo'y. Bo'yi 90 bo'lish kerak. 90 dan kami yo'q qo'ylarimizning ichida. Hammamizga shunaqalardan akalar boqish nasib qilsin. Hozir menda 10 ta 15 tacha chiqadi. Akalar, sizlarga 100 ta 150 ta boqish nasib qilsin. Hammaga chorvasiga Alloh baraka bersin. Chorvada baraka katta deyishgan akalar, xudo xolasa. O'zimiz ham shu chorvaning ichidamiz. Xudo xolasa Xudo berganicha bo'lyapti, chiroyli. Shu qo'ylarni boqib baraka topyapmiz akalar. Xudo xolasa qo'yda baraka katta. Boqsalaringizni yon qilmaysizlar. Qo'ylarga qaranglar. Xudo xolasa bittadan like bosib, kommentariyaga otanga rahmat yozib turing akalar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin shu kanalga. Sizlardan bitta iltimos. Buni qo'y uzunligini qaranglar, sariqdi. 1.5 mi shunaqa uzunligi. Bo'yi 95, quloqlari 20. Mana toza kashtan junday halina qilib oldirib qo'yilgan. Yaltirab turibdi qo'ylarimiz. Hammasini juni kalta o'z biladigan variantidan ko'rib turibsizlar akalar. Sizlarga ham nasib qilsin. Hammasi 2 tish, 4 tish, eng kattasi 6 tish akalar. Eng kattasi 6 tish. Xo'p akalar, bundan boshqa qo'ylarimiz ham bor. Endi yem boplari ham bor. Qurvoldekka olib chiqib sotamiz degan qo'ylarimiz. Ularni ham bitta video obzor qilib ko'raman. Mana bular yemga boqiladigan yoshi kattaroq qo'ylar. Lekin bularning ham suyagi o'ta yirik. O'sha 8 tish qo'ylar bular, boladan ajragan, dag'da yurgan qo'ylar. Chiroyli qo'y bular ham. Boriroq. Chunki dalani qo'y bular. Xo'p akalar, videoni shu yerda tugataman. Bittadan like bosib, kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammamizga nasib qilsin. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa akalar, sizlar uchun chiroyli obzorlar chiqarib turamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.